الرجيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Ey Allahqa, onun payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, Allohni ko'rmay turib qo'rqadiganlarni ayirish uchun Allah cho'qim sizlarni ihrom bog'liqlik chig'inglarda ovlashdan, hatto qo'linglar va neyzanglar bilan osonla ovlug'li bo'ladigan ovni ovlashdan man'iy qilish orqali sinaydi. Kimki bu bayondan keyin haddidan eshib o'zi ihromda turib ovlaydigan, u qattiq azobga tegishlik bo'ladi.